Assalomu alaykum aziz do'stlar, umid qilaman sog' salomat bo'lsangiz. Biz hozir Duob degan bir tumandamiz. Bu mantiqa Badaxshon viloyatiga tegishli Duob tumani. Mana siz ko'rib turgan manzara daryo Duob degan bir mantiqada. Bu suvni tozaligini qarang, bu suvni musaffoligini qarang. Bizning o'lkamizda Afg'onistonda mana shunday chiroyli, go'zal yerlar bor. Aziz do'stlar, bu daryoning qirg'og'ida mana bitta o'tal ham yo restoran ham joylashgan. Bu yerga agar kelsangiz, yaxshi vaqt kechirsangiz bo'ladi. Mana restoran ham juda yaxshi bir mavqeatda. Aziz do'stlar, mana bugun biz yana bir yangi yerni kashf qildik. Mana bu yer Badaxshon viloyati Duob mantiqasi. Mana bu daryoni go'zalligiga qarang, bu daraxtlarni ko'rkligiga qarang, u tog'larni chiroyliligiga qarang. Bizning viloyatimizda mana bunday go'zal yerlari ham bor. Agar kelmoqchi bo'lsangiz, bu mantiqa Duob mantiqa nomlanadi, ya'ni shu nom bilan ataladi. Bu yer Badaxshon viloyati Buxorak tumanida joylashgan. Suvni turishiga qarang, suvni chiroyliligiga qarang. Juda musaffo. Mana bu rost tomon Duob tuman mantiqasi aytiladi. Daryodan u taraf esa Chapchit nomlanadi. Shu ot bilan aytiladi. Bu yoqda Chapchi aholisi va bu yoqda Duob aholisi. O aka Badaxshi, ma چطور هستی؟ جان جور است؟ سلامت هستی؟ عافیت داری؟ سلامتی؟ خیلی خوشحال هستم که میبینم امروز. سلامت باشی، باید باشی. این منطقه به نام چی یاد میشه؟ این منطقه به نام دوابی یاد میشه. دوابی یاد میشه؟ بسیار خوب. این منظره این منطقه چقدر یک جای خوب بوده؟ بناشون که هست طبیعت زیبا و واقعا واقعا از وقتی که آمدیم بسیار لذت بردیم از این منظره زیبای بدخشان شما. ما بسیار لذت بردم. خب شما خاطر چی آمدین امروز به اینجا؟ شکر آمدین براتون خوب گذشت؟ بسیار خوب. برای شما وقت خوب خوش میخوایم. سلامت سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر هستین؟ سلام محترم. سلامت هستین ان شاء الله. خودتون با می دوستان معرفی بکنین. جور هستین؟ الحمدلله. مصاحبه داره. نه مصاحبه داری؟ چی گفت؟